Assalomu alaykum. Mening ismim Satish Kumar. Bugun men maslahat qilaman. Mening do'stim Dilshod aka, u keldi O'zbekistondan. Unga jigar operatsiya bo'lgan. Undan so'ramoqchiman, qanday o'tgan siz yerda, qanday operatsiya bo'lgan, kim sizga operatsiya qildi? Hammasi ma'lumotlar, o'zga ma'lumotlar bering. Men otim Dilshod, Toshkent shahardan keldim. Kelganimda juda ahvolim og'ir edi. Qornimda salkam 40 litr suv bor edi. Menga shu O'zbekistondan chiqib yo'lga tushgunimcha shu Satish yordam berib keldi. Hindistonga kelgunimcha yordam berib Hindistonda aeroportdan kutib oldi meni. Olib kelib joylashtirib, butun tekshiruvlardan o'tkazdi. Alhamdulillah, Xudoga shukr, operatsiyalardan o'tdi. Yaxshi, zo'r, juda oliyjanob, juda oliy darajada o'tdik, Xudoga shukr.